Assalamu alaykum. Butkul dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar hammasinglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Mush Facebookni ishlatayotgan barliq qarindoshlarimiz xabarda bo'lgandagidek, men bu Facebookda bo'layotgan Uyg'ur xalqimizning Sharqiy Turkistonlikning ba'zi jidal majra demay. Çünkü cidel macera yaxshi bir söz emas. Undaq sözünü işletişini özüm xalamayman. Münazara dey, talaş tartış dey, fikir birlik bulmağanlıq dey. Bu şundaq bir neslerini, haberlerini kördüm. Körüp, men bir Şarkı Türkistanlık bulay süpütüm bilen azraq özümnің көз qarashlarını, fikirlerimni şu Facebook orqali xalqimga yetkazib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Qarindoshlar, endi Facebookda bo'layotgan ba'zi bir talash tortishlar bo'lsin, fikir birliksizliklar bo'lsin va bir-birimizni kamsitishlar bo'lsin. Bu Uyg'ur xalqi uchun, Sharqiy Turkistonlik uchun foydaliqmi yoki bo'lmasa ziyonliqmi? Buni mushundaq so'zlarni qilayotganlarimiz o'lchab baqsaq, bir damsab baqsaq, o'ylab baqsaq bo'ldi deb qarayman. Chunki men vatanning sirtiga chiqqani oldi keyin olib 30 yılga yakın bulay deb qaldı. Vatanning sirtida yaşagan şu 30 yıl bo'lgan bo'lsa, vatandagi ailemni, balalarımni, juftliqlarimni, yaqinlarimni ko'maganim şu 30 yıl oldu qarindoshlar. 30 yıl degan bir oson bir vaqt emas. Balki endi vasanglar shundaqsilar. Vatanning sirtida endi biz şu vatanning ichidagi vatanimizga, xalqimizga, millatimizga azraq bir yordamimiz bo'lamiki, ashilning dardini hör dunyoda, hör davlatlarga bir anglatib, ashlar uchun azraq bo'lsin bir to'p qo'shalisak, ashlarning yukini biroz yengiltalsak deydigan maqsadlar bilan hammamiz har qaysi yerlarga tarab ketdik. Ham har qaysi davlatlarda bu shakllarda qo'limizdan kelishicha fidokorligimizni qilyapmiz deb o'ylayman. Afsus, endi vatanning sirtida biz vatanning ichidagilarga hech qanday bir yaxshilik qilib beramadik. Yaxshilik qilolmadik. Chunki agar yaxshilik qila olgan bo'lgan bo'lsak, bugungi kunlikda men o'zim shaxsiy o'zimni deb aytsam, mening dadam 2010-yili turmada shitulab Xitoy tajovuzchilarining turmusda jasdini berdi. 2016-yili 9 ayının 24'ü, 26'sı, 24'ü, 16'sı o deyim bilişimçemde, isimde kalışça. Bir inimnin maşini vakası edip jasdini taşıp berdi. Eğer biz bu vatanning sirtida xalqimizga, millatimizga azraq bir yaxshilik qila olgan bo'lgan bo'lsaqdiq, Xitoy to'xta, mening balasi vatanning sirtida buning oilasiga chiqilgan bo'lsam, chiqilsam, bu keyin bizni avara qiladi. To'xta, buning inisiga chiqilsam, buning aksi vatanning sirtida erkin bir davlatda yashayotdi. Bizga, meyli tijoratimizga, meyli tashqi dunyo bilan bo'layotgan siyosiy faoliyatlarimizga, tijoratlarimizga ziyon yetadi degan bo'lgan bo'ladi. Afsus, Xitoy uni demadi, ham Xitoyga biz uni degizamadik. Demak, vatanning ichidagi qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz Xitoyning zulm ostida nihoyatda zo'r bir ahvolda yashayotdi.
Yaşıganlı yaşawatıdı, ölgelli üylep qutulawatıdı. Mana mushundaq bir şaraitning o'zida biz vatanning sirtida vatanning xizmatini qilamiz, millatning davosini qilamiz deyotgan qarindoshlarimiz bugungi kunlikda mushu Facebook'larda bo'lsin, sosyal medyasi, ijtimoiy uchurlarda bo'lsin, bir-birimizni kamsitib, bir-birimizni tuven ko'rib, bir-birimizni haqoratlashning o'zi bu Sharqiy Turkistonlikqa, Uyg'ur xalqiga foydaliqmi, ziyonliqmi? Balki meningda yaxshi bilasizlar sizlar. Men buni deyishimning hojati yo'q. Mening sizlarga, sizning qilgan so'zlaringizga, yozgan yozmalaringizga yo'l ko'rsatishimning hojati yo'q. Ammo bu foyda ziyonning qanchaligini bir o'lchab baxtanglar. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar Xitoyning hozirgi Uyg'ur xalqiga vatanning sirtida elib berayotgan siyosatlarimizda bo'lsin, da'volarimizda bo'lsin, nurg'unlarimizni Xitoy açık aşkara terörist deganlarimiz bor, bölgünçe deganlarimiz bor. Xitoyning deyotgan so'zlari, qotil deganlari bor, bulangchi deganlari bor, bank bulg'an deganlari bor, o't qo'ygan, atkaz tijorat qilgan deb o'xshamagan shakllarda mush vatanning sirtida yashayotgan Uyg'urlarga Xitoyning mushunday qalpoqlarni kiydirib turayotgan davlatlarimizda shu davlatga sat ko'rsatayotganligini hammamiz o'zimiz bilamiz. Mushunday bir sharoitning o'zida ham sosyal media, ijtimoiy uchurlarda to'g'ri qarindoshlar. Her tarafdan mayli ilaqa o'tirig'i kelanmay gap talash tortishuvlar fikr birlik chiqmagan bu ikki taraf bo'lsin, har ikkili taraf Xitoyga qarshi. Qanday qilganda Uyg'ur xalqiga, Sharqiy Turkistonlikqa bir yaxshilikni elib kelamiz, yaxshilikni elib boramiz da'vatgan bu g'oya bilan, bu umidlar bilan qilayotgan bo'lishi mumkin. Buni men bilaman. Ammo sosyal medyasi, ijtimoiy uchurlarda mushundaq talash tortishni qilmay, sen andaqchi, sen mundaqchi, sen unda olsa ekranga chiqmamsan, sen mundaq olsa ekranga kelmamsan, ya sen bilan men ko'rishmayman, ya sening bilan sen bilan sening men bilan ko'rishadigan salohiyating yo'q. Mushularning o'zimi biz Uyg'ur xalqiga foydali emas, ziyonli olib keladi. Hozirgidek bir davrda, hozirgidek bir sharoitda. Agar biz haqiqiy vatanimizni, xalqimizni, millatimizni o'ylasak, hammamiz telefon nomerimizni bir davlatdagilar bilmasakmi, bevosita bir davlatdagilardan aloqa qilib telefon nomerimizni topa olamiz. Meni tashkilotlar bo'lsin, meni shaxsiylar bo'lsin. Bevosita bir telefon qilib bir so'zlashib beqishtirishaydi. So'zlashib beqib buning bilan anglashamasak, chiqishamasak, yo'limiz bir yerdan kelmasa, fikrimiz bir yerdan chiqmasa, unda sening yo'ling ma yo'l ekan, mening yo'lim ma yo'l, biz mush ikkimiz yo'limizda menayveraylik deydigan bir g'oya, bir maqsadni mush shaklda bo'lsa-mu bir o'ylab baqsak qarindoshlar. Chunki Uyg'ur xalqi Sharqiy Turkistonlik vatanning ichida nafas ololmayotgan bir sharoitning o'zida yashayotimiz. Vatanning sirtidagilarni desak, mushundaq bir talash tortish qilsak, mushundaq bir Xitoyga meydan hazırlab, Xitoyni kuladigan Uyg'urlarni yurki ag'raydigan harakatlarni, so'zlarni qilsak, o vaqtning o'zida biz Uyg'ur xalqiga, Sharqiy Turkistonlikqa foydadan cho'ngroq ziyonliq keladi qarindoshlar. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, mayli qaysimiz bo'lishimizdan qat'iy nazar, mayli qaysi yo'lda menayotganligimizdan qat'iy nazar, mushuni bir yaxshi bir o'ylanib, şu telefon orqali so'zlashib yoki bo'lmasa baralaydigan imkonimiz bo'lsa, bu tarafdan 4 odam, bu tarafdan 4 odam o'tirib 8 biz so'zlashib, biz vatanning davosini qaysi shaklda qilmoqchi edik. Qanday qilsak bo'ladi? Qanday qilsak xalqimizga foydali, ya'ni elib kelalaymiz. Deb bu foydali to'g'riliq bir muzokiralashsanglar, so'zlashsanglar. Biz o'xshash tilda gap qilamiz qarindoshlar. Dardimiz o'xshash, dinimiz o'xshash,
tilimiz o'xshash bo'lgandan bizga tarjimon ketmaydi o qarindoshlar. Hozirgi sharoitning o'zida o'sha vatanning sirtida yashayotgan har qaysi davlatlardagi bu qarindoshlarimizning bir-birimizni tushunishmaslik, uqshamaslik, fikrimizning bu yerdan chiqmasligi, o men degan kim bilan sening deganingga men bormayman deb bu shunday haqorat so'zlar bilan unda bir-birimiz bilan qilgan ishlarimizni kamsitib, uni tor dunyosiga yeyishimizning o'zi biz uchun naytilik çoğ ziyonliq. Bunun ziyonliq tarafini o'ylaylik qarindoshlar. Foydali tarafi biz uchun yo'q. Bunun foydali tarafi yo'q qarindosh. Xalqim bilsin. Xalqim uqib qolsin. Şu xalqim uqib qolsin deb şu xalqimizga uqtirayotgan insonlarni şu Xitoy set ko'rayotgan insonlar-chi. Şu xalqqa uqtirman, ma'nin qilayotgani manda degan insonlarni xalqqa uqtirayotganlarni Xitoy set ko'rayotgan insonlar. Şunu bundan bo'lgandan biz nima qilishimiz kerak qarindoshlar? Mushularni bir o'ylab baqdinglarmi? Mushularni bir tafakkur qilib baqdinglarmi? Belki men buni desam, ba'zilaringning mijoziga yoqmasligi mumkin. Ba'zilaringlar bu ochi, bu mochi, bu oningga yaqin, bu mendan uzoq, buni men tonimayman deb bu shakllarda o'zingning ko'z qarashlarini, o'zingning ifodalarini, o'zinglarning shaxsiy ziddiyatingni o'tiraga chiqib bu shakllarda belki mening gapimni anglamaslik mumkin. Meni anglamsizlar, meni anglamasizlar, anlaganlarga deb qo'ydigan gapim. Haqiqiy vatan uchun, millat uchun, xalq uchun xizmat qilaman desangiz, sizni men nasihat qildigan darajadagi insonmi emasman sizga. Aql ko'rsatadigan, sizga beradigan haqqimmi yo'q. Yo'l ko'rsatadigan yo'lammi yo'q. Ama tor dünyasida xalq bilib qolsin, millat uqib qolsin deb Xitoyga dasga hozirlab, millatni bir-birisiga ziddiyatga solishning o'zi, xalqni bir-birisiga jidalga solishning o'zi bu Xitoyga foydali, Uyg'urga ziyonli qarindoshlar. Hamma ulug' juma kuninglar muborak bo'lsin. Allah hammasimizning tiniga salomatlik, ailemizga xotirjamlik, ishlarimizga utuqlik, vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonning yo'lida haqiqiy to'g'ri bo'lganini nisib qilsin. Allohga emanet bo'linglar.